Bir qiziq voqea bo'ldi hozir. Kanalimiz kommentariyasiga bir mujik kirib olib, tajriba qancha deb yozibdilar. Ha, 7 yil. 7 yillik tajriba bilan indikatorlar bilan ishlaysanmi deb yozibdilar. Qaysi trader indikatorlarsiz ishlaydi? Men misol keltiringchi. Indikator bizga nima uchun berilgan? Indikator bizga analitikamizni yana ham ishonchli qilish uchun berilgan. Agar bilmasangiz bilib oling. Bu autori Afifa, ya'ni ayollar jamoati. Men buni o'zim qiynalib trading o'rganganim uchun ayollar qiynalmasin, shu sohani o'rganishda o'ziga murakkab bo'lmasin deb sodda narsalardan ayollarga o'rgatishni boshlaganman. 7 yillik tajriba, 5 yillik ustozlik stajim bilan men hali ham indikatorlardan foydalanaman. Alhamdulillah. Kelinglar, men sizlarga kechagi KRT Fiboni indikatorini bugun sizlarga o'zim sinagan 2026-yillik natijalar, ya'ni yanvar, fevral, mart va hozirgi paytgacha qilingan natijalarini bo'lishaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda indikator, bir dona indikatordan xuddi shunaqa foydalanilgan, ya'ni xuddi shunaqa natijalarga erishilgan. Bu yerda hech qanaqa statistika, analitika yoki boshqa narsa yo'q. Oddiy indikatorda o'zi sizga entry zonangizni, tepa va stop zonalaringizni to'liq ko'rsatadi. Mana daromad sanalarigacha qo'yaman. Bu bemalol kuzatishingiz mumkin. Men 7 yillik tajribaga ega traderman va hali ham indikatorlardan foydalanaman. Xohlasanglar, sizlarga ham shu indikatorni o'rgataman. Trading shunaqa soha. Uni boshida o'rganganimda to'g'ri murakkab bo'lgan, sложный narsalardan qiynalib o'rganganman va o'zim uchun sodda strategiyalarni yaratib olganman. Agar bu strategiyalar, darslar, bu kanalda tashlalayotgan ma'lumotlar sizga yoqmasa, bemalol erkak traderlarni kuzatib, o'shalar bilan kommentariyada bahslashishingiz mumkin. O'tkazib yuboring bo'ldi.